28-iyul butun dunyoda xalqaro gepatitga qarshi kurashish kuni sifatida keng nishonlanadi. Sana munosabati bilan poytaxtimizda joylashgan Virusologiya ilmiy tadqiqot instituti hamda hududiy filiallar shifokorlari ishtirokida anjuman tashkil etildi. Unda ushbu kasallik bilan bog'liq statistika e'lon qilinib, unga qarshi ish olib borish bo'yicha xorijiy tajribalar ko'rib chiqildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Yer yuzida yuqumli kasalliklar orasida o'lim ko'rsatkichlari bo'yicha sil birinchi o'rinni qayd etsa, undan keyingi o'rinda virusli gepatit turadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyoda 1,2 millionga yaqin odam gepatitning B turiga va kamida 1 million kishi esa C turiga duch kelmoqda. 2021-yilning iyul oyidagi statistikada esa 1,4 million bemorlar ayni shu shtammlar bo'yicha vafot etgan. Bir marta ishlatilmagan asbob-uskunalar, manikyur, pedikyur, kosmetologik asboblar, operativ jarrohlik usullarida, demak, yaxshi sterilizatsiya qilinmagan asbob-uskunalardan yuqadi bu viruslar. Undan tashqari stomatologik anjomlardan ham yuqish ahamiyatiga ega. 28-iyul xalqaro gepatitga qarshi kurashish kuni munosabati bilan o'tkazilgan anjumanda yurtimizning 14 ta hududlari bo'yicha mazkur infeksiyalar ko'rsatkichlari 124 mingdan ortiqni tashkil etgani aytib o'tildi. Shuningdek, uning tarqalishini erta aniqlash bo'yicha skrining tekshiruvlari amalga oshirilgan va xastalikning C turida kasallangan qariyb 64 ming bemorga davolovchi tegishli dori vositalari tarqatilgan. Mana shu o'tgan davr mobaynida 2,5 millionga yaqin fuqarolar virusli gepatit B hamda virusli gepatit C ga birlamchi bo'g'inda skrining tekshiruvlaridan o'tkazildi. Bu skrining tekshiruvlar asosan 18 yoshdan yuqori bo'lgan fuqarolar orasida oilaviy poliklinikalarda tekshirishlar orqali amalga oshirilmoqda. Mana bu dori ichmagan paytda, shu kasallikni bilmas yurgan paytda 5 yil, 10 yil, 15 yildan keyin bularning aksariyatda jigar sirrozi yoki jigar rakining kelib chiqish ehtimoli yuqori. O'tkazilgan tadbir davomida virusning oldini olish bo'yicha xalqaro tajribalar ko'rib chiqildi va ularni amaliyotga tatbiq etish hamda kasallikka qarshi kurashish chora-tadbirlari rejalari tuzildi. Gulbahor Abdulxayeva, Javohir Fayzullayev, Hudud informatsion tahliliy dasturi uchun.